Assalomu alaykum, Ekoboxonim kuzatuvchilari. Otamurod jo'ramdan navbatdagi zo'r kataklar xudo xohlasa tayyor bo'lgan. Buni ham bitta baho berasiz, qarang. Bemalol 65 kilo 70 kilo chiqaman og'irlikni ko'taradigan katakchalar. Lux varianti deydigan joylardan so'raganlar uchun ana bunagina o'tkazib qo'yadigan. Vobshe zo'r variantini uylab topibdi usto. Qaranglar. Bunday qilib o'tkazib qo'yasiz. Bu pishak yoki boshqa narsalar kelib tovuqlarga hujum qila olmasligi uchun buni ochasiz. Marhamat. Bu yerdan donni tashlayverasiz. Keyin suv qo'yadigan joylarni ham qilib qo'yibdilar. Ana. Suv bemalol solib qo'yasiz, bemalol suvni qo'yasiz. Bu yerdan kirib ichidan bemalol tuxum nima qiladigan bo'lsa, oladigan bo'lsa qilasiz. Eshikchalari zo'r tayyorlab qo'ygan. Zakaz asosida tayyorlab beriladi. Bu yerda rekalik variantlari ham bo'ladi. Profil, mana bunga o'xshagan profillik variantlar, xohlasangiz temir variantlardan ham taxlab beriladi. Setkalarimizni 1,5 metrlik, 1 metrlik variantlaridan ham bo'ladi. Kimga qanaqa xo'p zakaz razmerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol past raqam qo'ldan telefon qilaverasizlar. Bundan tashqari bu yerda quyonlar uchun ham mana shunday maxsus qafaslar tayyorlab berish xizmatlarini ham yo'lga qo'yganlar. O'zlarini brendlarini aytishni xohlamayaptilar, lekin baribir aytaman, Otash Katak brendi уже nomer 1 bo'ldi bu. Nomer 1 bo'ldi she'dan xudo xohlasa Qarol bozorgacha zakazlari bor, uzatyaptilar. Sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, Jondorgacha ham menimcha uzatyaptilar. Kerak bo'ladigan bo'lsa, raqamlarni qoldirib bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana bu yerda tovuqlarni, tovuq o'zlaringiz bilasizlar, yerda yotmaydi, chiqib o'tirishi uchun maxsus o'zlarini bunday spalnisigacha tayyorlab qo'yganlar. Spalnisigacha. Bu Lux variantlari qanaqasidan so'rasangiz hammasidan bor. Sifatiga ham javob berasizlar mana qarang. Bemalol og'irlikni ko'tarib o'tiribdi, bemalol. Dastavka xizmatlari ham kelishilgan holda murojaat qilaverasizlar.